Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoni o'tkazib yuborganlar bir kun kelib juda qattiq afsuslanishi mumkin. Buning sababini video oxirida aytib o'taman do'stlar. Do'stlar, ushbu filtr haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, ushbu filtrimiz sensorli 7 bosqichli kirish va chiqish suvining tozalik darajasini ko'rsatib beradigan ikkitalik semistitellik suv filtri bo'ladi. Ya'ni ikkitalik krani ikkitalik. Mana yuqori qismida ko'rgan bo'lsalaringiz, bir tarafi sariq, bir tarafi kumush rang. Sariq tarafidan minerallardan o'tgan suv chiqadigan bo'lsa, kumush tarafidan bez mineral suv chiqadi. Endi nima farqi bor desangiz, misol bez mineral tarafini qaynatib choy qilib damlab ichsangiz, mineral tarafini qaynatmasdan ichsangiz ham bo'ladi. Sababi baribir qaynaganda minerallar suvning tarkibida o'ladi do'stlar. Filtrimiz yaxshi tarafi magnit klapan bilan jihozlangan va 100 gallonli. Nimaga afsuslanishi mumkin? Chunki ko'pchilikning uyiga ushbu filtrni 15 million so'mgacha kreditga qo'yib ketishgan. Agarda kimning uyiga shunaqa filtr reklama qilib borgan bo'lsa, izohlarda fikrlaringizni kutamiz do'stlar. Kim 15 millionga qo'ydirgan, kimdir 10 millionga, kimdir 8 millionga qo'ydirgan bo'lishi mumkin, kimdir 16 millionga qo'ydirgan bo'lishi mumkin. Albatta ushbu filtrning asli narxi 15 million, 10 million emas. Balki ushbu filtrimizning narxi bizda 2 million 300 ming so'm do'stlar. Yana O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul do'stlar. Ko'pchilik aytishi mumkin, buni o'zimiz o'rnatib olamizmi deyishi mumkin. Bemalol o'zlaringiz o'rnatib olasizlar. Bizda video darsliklarimiz mavjud. Video darsliklarimiz orqali hatto ayollar ham o'zlari o'rnatib olyapti. Turmush o'rtoqlari chet mamlakatlardan pul tashlab ushbu filtrga buyurtma qilyapti va ayollari videoga qarab bemalol o'rnatib olyapti do'stlar. Juda oson o'rnatish buni. Keyinchalik filtri to'lsa nima qilaman degan savollar uchun filtrlari ham juda ham arzon. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz filtrlarni ham. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumot so'rashingiz mumkin. Bemalol filtrlarni almashtirish jarayoni ham juda oson. Bitta lampa almashtirgandek gap. Oshib borsa 5-10 daqiqa vaqtni olishi mumkin. Bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz do'stlar. Bu videoni maksimal darajada tarqatishingizni xohlayman. Boshqalar uchun ham foydali bo'lsin. Boshqa do'stlarimiz ham aldanib qolmasin 10 million, 15 millionga qo'ydirib. E'tiborlaringiz uchun rahmat.